Okay. Lesson 5 bizda script.js bor. Xo'p, uni olamiz. Mana o'chiramiz. Mendan bitta kopiya olaman, ha? Kopiya o'chirdim, qo'ydim, 5 dedim. Tamam. Xo'p, undan oldin buni bitta kattalashtirib olamiz. Bugun sizlar bilan biz operatorlarni o'rganamiz. Operatorlar barcha dasturlash tillarida bor, mavjud. Barcha dasturlash tillarida. Ertaga Python o'rgansangiz ham o'sha ahvol, C++ o'rgansangiz ham o'sha ahvol, JavaScript o'rgansangiz ham shu ahvol. Operatorlar nima degani? Hayotda qayerda eshitgansizlar operator deb? Qayerda eshitgansizlar? O'tirganlar operator, a? Nega ularga shunaqa ism qo'yib qo'yishgan? Nega operator ular? Yana qayerda telefon biz ham operatorlar o'rganamiz. O'sha qayerda o'tirganlar o'rganamizmi shunda? Operator so'zini ma'nosidan kelib chiqishimiz kerak-da. Nima degani operator desa, operator degani ma'nosi bog'lovchi degani. Nimanidir bog'lab beradi. O'zini qanaqadir usullari bilan. Bugun sizlar bilan biz birinchi o'rganadiganimiz, qaraymiz, doskaga. Hech kim e'tibor ana qilib o'tiribsan, ana qilib. Qaranglar doskaga. Kerak bo'lgansan. Bugun o'rganadiganimiz birinchisi arifmetik operatorlar. Buni sizlar bilan o'zi o'tdik, lekin bugun chuqurroq kiramiz shu mavzuga. Ikkinchisi tayinlash operatorlari. Uchinchisi taqqoslash operatorlari. O'z mana shu operatorlar bor faqat. Va eng oxirgisi mantiqiy operatorlar. Demak, arifmetik operatorlar bor ekan, tayinlash operatorlari bor ekan, taqqoslash operatorlari bor ekan va mantiqiy operatorlar bor ekan. Yodlab qolmanglar, yodlasanglar nur ustiga nur deydimi? Shunaqa. Lekin yodlash shart emas. Ishlatib o'rgan. Ularni 3 ta ishlatish mumkinmi? Albatta, mumkin edi. 3 ta lekin balkim kimdir ishlatgandir. Lekin hozir bugun chuqurroq kiramiz shu mavzularga. Qilargan ishimiz buni o'rganish, ikkinchisi misollarni ishlash. Boshladik. Demak, biz Go Live tugmachasiga bosamiz. Sayt bu yerda paydo bo'ladi. Lesson 4 ga e'tibor bermanglar, o'zi lesson 5. Mana bu yerda yaqinlashtiraman. Ketdik. Script. Birinchi o'rganadiganimiz bu ko'rinyapti, yaqinlashtiraymi yo bundan ham? Video ketyapti. Albatta, video ketyapti. Birinchisi sizlar bilan arifmetik operatorlar. Arifmetik operatorlar degani qaraymiz. Console log, birdaniga console log ichiga yozib ketaman. Mayli, xolis o'zgaruvchiga olaman, farqi yo'q o'zi. X barobar x degan o'zgaruvchiga 5 sonni yozdim. Let y barobar unga 10 sonni yozdim. Hisobga oson bo'lish, miyalaring osondan kirish uchun. Endi let s degan o'zgaruvchiga barobar qaranglar. Nima qilaman? X o'zgaruvchisiga qo'shaman y o'zgaruvchisini. Oddiy ikkala mana bu qanday qanaqa turga kirardi bu? Number, mana buchi? Bu ham number. Numberga number sizlar matematikadagi qo'shish deb unutib turinglar. Qo'shish emas. Plus operatori nima ish qiladi? Plus operatori agar ikki tomonda numberlarni ko'rsa, biz matematikada biladigandek qo'shadi. Matematikada o'zimiz biladigan qo'shishni amalga oshiradi-da. Lekin qachon qo'shishni ikki tomonida number bo'lsa, mana shu gapga bekorga urg'u bermayapman. Demak, natijani ko'rish uchun console log albatta bizga kerak, chunki bilmaymiz nima nechta chiqadi. Taxminan bilamiz, to'g'ri. Mana bu yerga kommentariya bilan 15 chiqadi deb yozib qo'ysam bo'ladi. Lekin kelinglar shuni ko'rib ketaylik. Nimani chiqaramiz? S ni chiqaramiz. Natija mana 15 bo'lib chiqdi. Demak, arifmetik operatorlarning birinchisi bo'lgan plyusni o'tib bo'ldik. Tugadi? Bo'ldi. Qo'shish amali. Oddiy o'zimiz biladigan. Ikkinchisi esa bu minus amali. Ya'ni yana bitta mana shunday qilib, mana bu yerga prosta minus qilib ketaveray. O'shani o'rniga ishlatib keta qolay. Ko'ramiz, minus 5 chiqadi. Matematikada ish qilib kim minusga plyusni hisoblay olmaydi? Agar hisoblay olmasa, zo'r yangiligim bor. Yangi kasb topganman. Mana misol uchun nimaga bilasizlarmi ish qilib aniq ayirishdi?
kichkina sondan katta son ayrilganda matematikada o'tgansizlar, kimdir agar 5-sinfdan harflar kirib kelib tashlab o'rgan bo'lsa, o'qisin. Ya'ni mana bu yerga 5 kelib turadi, mana bu yerga 10 kelib turadi. 5 masalan 5000 pulim bor, 10000 qarzim bor. Mana 5000 ni dedim. Bo'ldi, qarz uzilib ketdimi? 5000 qarz bo'lib qoldim yana. Qarzlar minusda ifodalanadi. Xo'p, okey, ketdik. Shu bilan arifmetik operatorlardagi minus ham ketdi. Endi o'rganadiganimiz bu ko'paytiruv amali. Nima qiladi? Ko'paytirish JavaScriptda yulduzcha belgisi bilan ifodalanadi. Okey. Demak, mana logopedga borishim kerak menimcha. 50 chiqdi. Nima uchun shunday chiqdi? Nima uchun? 5 ko'paytirilgan 10 50. Bilaman, mavzu oson bo'lib boryapti. Hozir ko'ramiz. Bilaman, zerikyapsizlar. Ko'paytiruv endi bo'luv ishorasi bor. Bo'luv o'zimiz biladigan bo'luv. Slash tugmachasi bilan amalga oshiramiz mana. Slash bo'lamiz. 5 ni 10 ga bo'lsak necha bo'ladi? Xo'p, 0.2 bo'ladi. Yaxshi. 0.5 yarim litrlik baklashka bo'ldi, misol uchun. 0.5 kola masalan. Okey. Demak, bo'lish amali ham tugadi. Boshqa gapi yo'q o'zi, bo'ldi. Ishlatiladigan qilig'i shu buni. Mana shu faqat ikkita numberni bo'lish uchun ishlatiladi JavaScriptda. Boshqacha holatda ishlatilmaydi. Va keyingisi bor, mana yerdan ko'rib olaylik. Biz qo'shishni o'tdik, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Ana endi mana bu. Mana shu yaramas kerak-da bizga. Bu matematik misollarda ishlashda bizga juda ko'p o'zi ham naf tegib ketadi-da. Buni anaqasi qoldiqli bo'lish. Keling. Har safar kechib kelyapsiz, nimagadir? Okey. Qoldiqli bo'lish. Mana shu joyi muammo. Chunki qoldiqli bo'la olmaydi-da oramizda kimlardir. Bu qo'rqinchli emas. Mana qoldiqli bo'lishni o'rganamiz. Yana bir marta, hech qisi yo'q. Paint.js kiramiz. Faqat bugun kiramiz. Chizadigan dastur. Xo'p, mana qoldiqli bo'lish nima deganli? Bu bitta son aytinglar, 2 xonali. Kichkina bo'lsa, iltimos. 2 xonali 8. Xo'p, 23. Mana 23 ni misol uchun har doim qoldiqli bo'lish bo'lganda doim eslab qolinglar. Qoldig'i necha deganda doim 2 raqamga bo'linadi. 8, 7 hech qaysiga bo'linmaydi. Demak, 23 ni birinchi matematik tushunib olaylik-da nimaligini. 23 ichida nechta 2 bor? 20 tani ichida 10 ta bor, to'g'rimi? Demak, 10 bitta. 11 ni 2 ga ko'paytirsak 22. Mana bu yerda ayirish tugmachasi emas. Ayirish belgisi miya JavaScript bo'lib qolgan. 3 dan 2 ni ayirsak 1 qoladi. Mana 0 yozish shart emas. Demak, mana bu 11 bo'ldi-da. Mana bu chiqqan javob mana bo'linayotgandan kichkina bo'lib qoldi-ku. Bo'ldi, to'xtaydi bo'linish. Shu yerda to'xtaydi-da. Mana shu narsa qoldiq. Endi o'tiramiz ekanda endi 23 nechtadan bo'ladi desak, yo'q, JavaScript aytadi. Bratan, men qilib beraman. Faqat shuni yoz bo'ldi. Qanday? Ko'ramiz endi mana shuni. Kichraytiraman. Dasturga o'tamiz. Console logga mana qaranglar. Mana bu yerga qoldiqli bo'lish ifodasini qo'yaman. Qoldiqli bo'lish. Qaranglar, nechaga bo'lyapmiz? E'tibor beringlar. 5 ni 10 ga bo'lyapmiz. Qoldiqli bo'lishda matematikada ustozimiz borki, achkilik katta ayol. Ana shu kishi aytuvdi-da, mana bunaqa degandi. Kichkina raqamlarni o'zidan katta raqamlarga bo'ladigan bo'lsak, o'zi qoldiq bo'lib qoladi degan. Men JavaScriptda avvaldan yozilgan mana shunday qilamiz. Mana 5 qoldiq qoldi. Tushunarlimi? Oddiy. Xo'p. Endi nima aytmoqchiman? Bo'ldi, qoldiqli bo'lish ham shu bilan o'z yakuniga yetdi. Qoldiqli bo'lish amali mana bu bilan ifodalanadi. O'shanaqa qarang. Va darajaga ko'tarish amali bor bizda. Buni matematikada ko'rgansizlar. Mana bunaqa borki, eng asabga o'ynaydigan 2 ning 3-darajasi necha desa ko'pchilik 6 deyaveradi-ku, babram. 1000 marta aytadi, yo'q, babram 6 deyaveradi. Yo'q, unday emas. 2 dan nechta bor degani? Ko'paytirilgan 3 ta bor. 2 kar 2 4, 4 kar 2 8. 2 ning 3-darajasi demak 8. Mana shu narsani JavaScriptda bitta qilib beradi ham. Qanday? O'tamiz. Masalan, endi boshqa yozaylik.
Bo'pti, mana bu yerga qo'yinglar. 2 deylik, mana bunga 3 deyman. Demak, bu 2 asos, bu daraja. Faqat qanday qilamiz? Mana bu yerga 2 ta yulduzcha qo'ysak, ana shu 2 ni 3-chisi deganga teng, ana shu narsa. Endi natija mana buni o'chiraman. Natijani ko'ramiz. Mana 8. Demak, mana bu 2 ta yulduzcha nimani bildirar ekan? Darajaga ko'taradi. Netchiligi qiziq emas, u hisoblab beryapti. Tushunyapsizlar-a? O'zi ishi shu JavaScript, u hisoblab bersin. Siz o'zingiz hisoblamang. Yozishni o'rganib oling bo'ldi. Hozir x ga chiqarsa 2 ning 3-darajasini chiqardi-da. Agar y bilan joyini almashtirsak nima bo'lardi? 3 ning 2-darajasi nimaga teng bo'ladi? Ha, qaraymiz, 9. Mishkani o'zi shunaqa bosyapsiz. Kontrga kirib olganmisiz? Aha, xo'p. Okey, 9 chiqdi va arifmetik amallardan qaraydigan bo'lsak, mana arifmetik amallarni mana bu qismi asosi, basic qismi tugadi. Endi ikkita joyi qolib ketdi. Mana shu joyni o'rgataman. Increment va decrement degan narsa bor. Increment, increase. Nima degani? Oshirish. Decrement o'sha teskarisida kamaytirish degani, decrease bo'ladi. Endi o'sha narsani o'tamiz. Nima degani u narsa? Masalan, buni kommentariyaga olaman yoki videoga yozilyapti o'zi. Qaranglar. Let x barobar 5 bo'lsin. Endi men nima qilaman? Console log deymanda x deb plus qo'yaman. Ya'ni nima qildim? Increment qildim. Increment. Endi natijani ko'rsak, buni vazifasi x nechiga teng bo'lsa, o'shani bittaga oshiradi. 5 ni bittaga oshirsak necha bo'ladi? 6. 27 bo'lmaydi, to'g'rimi? O'tamiz. Mana natija baribir 5 chiqdi. Nega? Qarang. Bitta joyi bor endi. Hozir tushuntiraman shu narsani. Incrementni anaqa. Xo'p, postfix, prefix degan narsalar bor, anaqa, nima deydi? Ingliz tilida ham bor. Suffixlar degan mavzu bor. Suffixmi? Shunaqa o'qiladi. Hozir aytaman, qarang. Nima degani? Mana bunaqa qilsa bo'ladi. Misol uchun, let y, mana shuni yozib ko'rsa, let y odamni yomon chalg'itib qo'yadi, mana qarang. Endi bu misol uchun 10 bo'lsin, chalg'imasligimiz uchun. Endi console logga o'tamanda, yana increment ishlataman, lekin bunaqa qilib plus y deyman. Ko'ryapsizlar joyini? Misol bittasi oxirdan, ikkinchisi oldidan. Endi natijani ko'ramiz. Natijani ko'rsak, bu 5, mana qarang. X 5 edi, yana natijasi 5 chiqdi. Y esa 10 edi, lekin natijasi 11 chiqdi. Nima farqi bor? Nima bo'ldi hozir bu yerda desanglar? Mana bu incrementda birinchi anaqa console logga chiqadi, lekin baribir natijasi parda ortida, bizga ko'rinmagan holatda natijasi baribir 6 buni. Lekin parda ortida shunaqa. Mana bunda esa avval bittaga oshirilib, keyin anaqa nima desam, proses bo'ladi. Proses deganim ekranga chiqadi masalan. Tushunmadinglarmi? Tushundinglar-a? Endi decrement bor, shuni g'irt teskarisi. Kelib qilib ko'ramiz. Masalan, console log shu yerda qiziqarli narsa aytaman. X minus qilsa ekranga nima chiqadi? Nima deb o'ylaysizlar? 6 chiqadimi, 5 chiqadimi? Nega unaqa o'ylayapsiz? O'xshatadi. Ekran ortida bo'lsa ham bo'ldi-yu, 6 bu, mana qaranglar. 6 chiqdi. To'g'ri. Men ham chalkashdim. Xuddi shunaqa. Mana bu ahmoq bitta ketishlayapti, sezyapsizlarmi? Bitta ketishlayapti. Endi console log minus y qilamiz. Bundachi 4 deysizmi? Yaxshi. Lekin eng muhimi qarab o'tiribsiz ekan, yaxshi. Okey. Bo'ldi, increment, decrement tugadi. Arifmetik amallar mana shular. Nega? Birinchisida ko'payish kerak, ko'paymadi, ikkinchisida ko'pay. Ikkinchisida Oshdi. faqat Ko'rsatmadi faqat o'sha narsani. Ikkinchisida mana 6 o'tibdi. 6 holat oshganidan bitta ayirdik. Mana qarang. Isbot qarang. Bilaman. Mana miyani qabul qilish qiyin bo'lyapti. Qarang. Mana x 5 edi. Plus bo'lsa nechi bo'ldi? 6 bo'ldi, lekin bizga ko'rsatmaydi. Demak, parda orqasida nechi?
6 bo'ldi. Endi mana bu yerga yetib keldi. Necha edi x? 6. 6 dan bittani qayerda qilyapti? Pardani orqasida 5 qildi, lekin pardani orqasida qildi-da o'sha narsani. Tushunyapsizlarmi? Lekin bizga mana 6 deb ko'rsatyapti, lekin aslida 5 qildi baribir. O'rin almashman. Mana, короче, bunday bo'ldi-da. Ha, xuddi shunday bo'lyapti. Xuddi shunday bo'lyapti. Xuddi shunday. Ko'rsatishni bajara olyapmiz, Keyin qo'shishni bajaryapti. Ha. Mana konsollokka chiqaradigan bo'lsak, birinchi 6 ga oshdi. Birinchi 6 ga oshmadi. Birinchi 5 chiqardi, lekin 6 ga oshdi. Mana bu yerda esa birinchi o'sha 6 ni chiqardi, lekin bittaga kamaydi. Qayerga? Pastga x o'zini qo'ysak, boyagi 5 ta chiqadi, minus. Xo'p, natijani ko'ramiz. 4 chiqardi. Nimaga? 5 chiqadi deb o'ylamadimi hech kim? Hamma tushundi nima ya'ni? Pardani orqasida 5 edi-yu o'zi. To'g'rimi? 6 ni chiqardi, lekin 5 bo'lib qolgan edi. Endi mana bu yerga kelganda nima bo'ldi? Bu parda deb o'tirmaydi. Davay ketdik, ayirib tashlaylik birini. Ha, ayirib keyin chiqaradi. Eslab qolishga oson bo'lish uchun. Demak, avval oldidan kelsa, o'sha bizni biladigan hisob-kitob, undan keyin keladigan bo'lsa, ehtiyot, parda ortida degan ma'noda qiymatni bittaga oshirish uchun bir xil payt. Misol uchun, nimadir bittaga oshirib qo'yish kerak bo'lardi. O'sha paytda mana shu plus qilib qo'yamiz, bo'ldi. Yoki bo'lmasa mana bunaqa qilib plus qilib qo'yamiz. Bittaga oshirish uchun ko'pincha. Parda ortida chiqishini anaqada ko'ramizda. Bitta mavzu bor, o'sha mavzuda ko'rishimiz kerak. Hozir bir tushunmay qolasiz. Okey, bo'ldi. Shu bilan arifmetik amallar tugadi. Chotki. Endi sizlar bilan demak